qorning to'q, usting but. Senga nima yetishmayapti? Nima ayol kishi sizni uyingizga kelishdan oldin qorni ochmidi? Yokida kiyadigan kiyimi yo'qmidi? Uni yashaydigan uyi yo'qmidi? Balki sizni uyingizga kelishdan avval o'z ota-onasini uyida hammadan zo'r yashagandir, malikalardek yashagandir. Otasini himoyasi ostida eng erkatoy qizaloq bo'lib yashagandir. Bir narsani unutmang. Ayol kishini ustidan brilliant soching. Dang'illama uylar solib bering. Lekin agar ayol sizga o'zini kerak ekanligini his etmasa, sizni himoyangizni his etmasa, farzandlarini, kelajagini, himoyasini his etmasa, sizni u ayolni hayotidagi o'rningiz borgan sari pasayib boradi. Chunki ayol kishiga boylik, dang'illama uylardan ko'ra uning halovati eng kerakli va eng muhim holatdir.